Do'stlar, Tojikistonlik Fazliddin haqida juda ham ko'p videolar tashlashyapti, nimaga javob bermayapsiz deb. Qisqa va lo'nda qilib javob berib o'tib ketaman. Aqlli insonlar o'zi juda yaxshi tushunib oladi. Birinchidan, Tojikistonlik Fazliddin O'zbekistondan kim senga qiziq desa, Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilgan bo'lardim deb orzu qilyapti. Demak, unga men qiziqtirganman. U menga jizn qiziqdi. Sababi unda qiziqtirilgan hech nima yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, uni tovuq kategiga to'laydigan pulni men uyqudan turib 1 soat ichida harakat qilib to'g'ib qo'yaman. Bu ikkinchi. Uchinchidan, aytayaptiki, xolasa boks, xolasa barba, xolasa karate, xolasa jetkondo, любой sport turida Humoyun bilan urushaman deyapti. Juda ham bo'lmay ketib turgan bo'lsang, 10-oktyabr kuni Humo arenada Nomad Ayba bilan birgalikda kulachka turnirini o'tkazyapti. Odamlar oyoqqa yopishib badanni hidlashdan zerikkan o'zi. Haqiqiy jang ko'rmoqchi. Agar senda ozgina duh bo'lgan bo'lsa, yuragingda quvvat bo'lsa, mana shoshilib turgan bo'lsang, bo'lmay ketib turgan bo'lsang, Nomad ligasi bu jangni tashkillashga tayyor. Tovuq kategingdan tashqariga chiq. Keyin bitta narsani o'zing uchun bilib qo'ygan. Men hech qachon birovni pravilasi bo'yicha ish qilmayman, hech qachon. Sen menga vizit tashlayapsan, bitta pravilani men qo'yaman. Sen bunga yurasan. Boshqa ilojing yo'q. Bo'lmasa, tovuq kategingda qumingni o'ynab yuraver. 3-4 mingga jang qil. Sog' bo'ling.